o'rtoqlar, bizga ko'p paytida ma'lum narsa olib keladi. Bu mas nasos degan narsa. Qarang ahvolini. Motor. Mas nasos yuvish usti toza bo'lishi mumkin. Faqat ichi rasoya bo'lishi mumkin. Yuvamiz, baxt tuzoramiz, keyin usta ochadi, baribir birak chiqadi. Mayli bu ham qo'yaylik. Kimdir deyapti, ekonom qilaman, eskisi joyiga qo'yib qo'yaman deyapti. Bitta hisobiga olinglar. Полный remont bo'lyapti. 100% remont. Sidlo, klapan, val, blok, porshonlar. Bu narsa orqasida ichidan birak bo'lsa, hamma qilgan ishingiz bir tiyin bo'ladi. Misol oddiy Nexia'ga, Damas'larga u unchalik qimmatbaho narsa emas. Ammo qimmatbaho mashinaga tavsiya beraman. Sabab yurak deyapsiz-ku motori. Bu ham yurak. Klapan, чтобы motorning ichida moy yurish uchun. Adashmanglar, iltimos qilaman, vaqtida almashtiringlar. Remont qilgan paytingizda bu birinchi navbatda almashtirish kerak. Bu degani detal razовый montaja. Bir marta qo'ydingiz, ishlatdingiz, hechkangizni almashtirishingiz kerak. Maslahatim shu. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.